Salam san'atkorlar. Salam Paridio ailesi. Hamda bugungi shu faoliyatimizga alohida qadam tashrif qilgan har qaysi shirkatdagi vakillar. Hammanglarga ko'p rahmat. Kelgan qadaminglar marhaba. Bu programni birladam ishlab bo'lmaydi ekan. Ming ijodiyatim bor va yoki men ajoyib ishlab yetaman degan bilan, buning bilan birga hamkorlashib ishlaydigan, shu ijodiy tafakkurlarni qanotlantiradigan, shu ijodiy tafakkurning ichiga har bir detallarga muvofiq o'zininki ijodiyatlarini yana davomli qo'shadigan ajoyib cho'ng bir qo'shinga ehtiyojimiz bor-da. Yana biriga biz hamma nimamizni tayyor qilsak, bunga bizga iqtisod kerak-da. Bu iqtisodga Paridio, ya'ni hammamiz shunchalik yaxshi ko'radigan, o'zi shunchalik latofatlik, o'ziga yarashgan marka chiqarib qolmay, butun Shinjongda va yoki butun mamlakatda hammamizga eng yiqishliq bo'lgan, o'zining olqishlarini berayotgan, o'zininki ham yordamlarini ayamayotgan, san'at uchun o'zi ko'yib, suyida eqib, o'tida ko'yib turayotgan Parizat G'iniyninki to'hpisi bilan ham mushu birinchi qarorliq studiyaga kim keldi programmamiz ajoyib qutlug' chiqdi. Rahmat Parizat. Men mushu gapni chiqibli cho'qim deyman deb o'ylagandim. Ko'nglimdagidek eng oldi bilan mushunda oldim. Studiyaga kim keldi programmamizning ikkinchi qarori boshlanmoqchi. Ikkinchi qarori yanala boyi biz deyishgan, biz so'ygan, bizni shunchalik so'ygan. Xuddi san'atni hammamiz yuragimizdan chiqarib so'yib turib ko'rgandek, san'atga o'zini beg'ishlab, san'atning suyida eqib, o'tida ko'yib kelgan. San'atmi asli o'ziga yetib oshatdi. Onundan sırtmı yana mushu o'ziga moslashgan nihoyat chiroyli mahsulotlarni ishlab, elning ruhiy ozuqini va ma'naviy ozuqini qondirib kelayotgan Paridio shirkatining bosh lideri Parizat G'iniyga yana bir qatim rahmatki, ikkinchi qarorini yana o'z qo'liga oldi. İkinci qarorining xos nomini oldi deymiz, hamda xos nomini oldi degandagi gap asli nomi, ya'ni burunqi biz tojidor deb atagan nomini oldi, Guanmingni oldi. Guanmingdan boshqa Toyona asli yana boshqa shirkat asli bo'ladi. Lekin Parizat bo'ldi, men xosla o'tgan kerak nomini olay deb xos nomini olgandi. Shuning bilan bu sahnalarimiz, atrof hammasi Paridio bilan boshqacha nurlanib ketdi. Rahmat sizlarga. Şinjan Radio Televiziya stansiyasining o'rinlashtirishi bilan O'zkuy madaniyat tarqitish cheklik shirkati bilan Paridio shirkatining hamkorligida o'rinlashtirgan ikkinchi qarorliq studiyaga kim keldi programmamizning qo'zg'atish murosimi rasmiy boshlandi.